And this is cctv.com English Classroom. So today we are going to learn the alphabets and international transcription again. Assalamu alaikum do'stlar, men Dilmurat Muallim. Bu bizning cctv.com ingliz tili darsxonamiz, ya'ni Markaziy til ziyarati to'g'rininki ingliz tili maxsus saytisi. Bugun do'stlar biz davomli turda ingliz tilidagi tovushlar va ularninki bir qism alayligini so'zlab beramiz. Do'stlar, bugun so'raydigan mazmunimiz nima degan vaqtda ingliz tilidagi qo'shma tovushlarning orasidagi yig'ma tovushlar, ya'ni birinchisi iya, ikkinchisi u, uchinchisi eya. Bularning talabisi intayin muhim. Shunga savoldoshlar ko'proq ig'iz tilida mashq qilib, menga ergishib, mening talaffuzimni to'g'ri turib mashqisi yaxshi. Alaylo, iya, u, eya. Qaytib bir kelma. Iya, u, eya. Undan sonra bu üç davuşninki keladigan joyi va amaliy misollarni birga ko'rib boqamiz savoldoshlar. Xo'sh. Undan sonra biz davomli turda bu zuq tavush masalasini ayyorlashtirgandan keyin ingliz tilidagi uzuk tavuşlar keldik. Ingliz tilidagi uzuk tavuşlar intayin asal. Nima uchun? Chunki bu nurg'un millatlarningki uzuk tavuşlarga o'xshab ketgan alayliklarga ega. Alaylo, masalan, maya qarsa b, d, g. Bu endi b, d, g degandan keyingi i qo'shib o'qisangiz bo'ladi. Lekin men tegida bo'lsa, o'xshamaydigan bir alaylik bor. Men ustida chiqqancha bizningki jaranglik, ya'ni shu fo'yindabdi, jaranglik uzuk tavush. Men tegida chiqqancha bo'lsa, jarangsiz asta o'qiydiganlar. Qanday farqlandiramiz? Tegidagisi k, t, k bo'ladi. Ustidagisi b, d, g bo'ladi. Ustidagisi jaranglaydi, tegidagisi jarangsiz alındı. Bu mustaqbillikka farqlar ekan. Davomli turda jarangsizni farqlantirib o'rganamiz. Ustidagisi v, ya'ni Uyg'ur tilidagi v-ga i qo'shing. Z. Lekin bu uchinchisi biza murakkab. Bu satraq yozilgan 3 o'qilgan vaqtda bizniki j, ya'ni jib, jilan degan j o'xshab qoldi, biroq i qo'shimiz j. Lekin ma'lum sal murakkab. Bu endi oldidan tilimizni tishimizning orasiga qilib chaynab turib olamiz. Ana oldiga so'zildi. So'zilgandan keyin mana qo'rqmay Dilmuratdagi dini i'ga aylantirib yoki di bilan zning adamdagi bir tovushni chiqarmoqchi bo'lamiz, biroq bu chiqolmay, havo ishga yandan kechib, mush ingliz tilidagi dima emas, zima emas bir jaranglik uzuk tovush chiqadi. Alayli amaliy mashq qilsak ekan, ma'ish mashq qildi. V. Şudan bir kez savoldoshlar, ya di emas, ya z emas. Ammo havo ishga yandan kechib tilimiz sangilab turg'achqa, mush tovush g'alati tovush hosil bo'ldi. V. Ondan bo'lsa mavjud. Bu bizningki r harfiga o'xshab qoldi, biroq r emas. Bu r degan harfda bizningki harf emas, balki r qo'yindagi r ga o'xshab qoldigan bir tovush. Ondan bo'lsa, matikiliklarchi bu jarangsizlik. Ma'vo f emas, i qo'shimiz f. Ma'vo s emas. S. Ma'vo shi harfiga o'xshab qoldi, biroq shi emas, i qo'shimiz sh. Buncha bu yallar tilimizni tishimizning orasiga qilib oldiga chiqarib turib sangiltib olgandan keyin C deyish ko'rdimiz. Biroq C deyolmaymiz. C deyolmagandan keyin tilimiz damda C deyolmay chaynab olgan bir tovush chiqadi-ku, osh tovush ingliz tilidagi mush narsa shu. Qanday o'qiymiz? Ma'vosh ikisini birga o'rgansangiz bo'ldi. Ustidagisi D bilan Z'ninki tilimiz sangilab turib chiqib olgan bir aralashmasi. Tegidagisi tilimiz oldiga chiqib olib, havoni to'sib olgandan keyin C deyish ko'rinib, biroq C mana ishga yondan qichib ketgan tovush shu. Masalan, ma'vo eng muhim narsa nima berdiki? Til sangilab turib oladi, C o'qsak bo'laydi. Good. Mana oxirgisi-chi, biz buni X deb o'rgangan, H deb o'rgangan, H deb o'rgangan hech qaysi emas. Bu asirgan odamlar. Intayin ig'ir tantarga harakat qilgan odamningki asirgan tovush o'xshagan tovush mashiyadan boshlanadi. Masalan, qalayli, hello, ya'ni hi, hello degan gaplardagi ko'pincha biz xato holda bu Uyg'ur tilidagi xo'rasdagi xi o'xshaydi ekanda hello deb olamiz. Bu miyadan chiqqan hello emas, mayadan boshlanadi. Mana hi, hello o'xshamaydi. Mushu tovushlarni yaxshi o'rganganda ondan keyin talaffuzimiz rasmiy o'lchamli bo'lishi mumkin. Bo'lmasa, yallanlar xato tovushlarni o'qib olgan bir xil alaylik kelib chiqadi. Endi davomli turda o'zimizningki
jaranglı ve jarangsız tavuşlarını birlikini öpümüz. Meğerki d bilen j birlese dij olmaydı. Belki bu xavistildeki j'gideki j'ga okşap kaldıgan j tavuşu. İkinci başlaş. J. D bilen r birikip j. Aniken D bilen z birikip diz. Diz jaranglaydı ha. Aniken bu t bilen ş t bilen ş birikip bu şifendeki ç hayını kıtıdı. Aniken t bilen r birikip yine tr. Mana qarsanlar buldu. Mau jr. Mau ç. Aniken t bilen s birikip bu asan endi. Tabii oluşudu. Ts. Qayta birikleyle. J. Jr. Diz. Manda oldu. Demek bu bizninki İngiliz tilideki qo'shma üzük tavuşlarımız. Mağlaçı. Bular damak tavuş depti. Bu ameliyatda bizning tilimizda mı var, xanz tilida mı var, Uyg'ur tili ve başka asarlar tilida mı var bir tavuşlar. Bularni o'lchamlik go'jin biyoda yoki xalqaro tavuşda ikkinchisini uchinchisini deb burundan chiqargan tavush bo'lg'achqa his qilib bo'lmagan qilib qo'ygan. Albatta buni o'zingizning tilda his qilib baqsangiz tamam bo'ladi. Qanday qilamiz? Birinchisini m, ikkinchisini n, uchinchisini n. Ya'ni mi, ni tavuşlar o'xshaydi ekanda bilgansiniz, tamamen shunday ishlasangiz bo'lavergan tavuşlar. Chunki bu xalqaro o'qilish bo'lg'achqa so'zli o'qishga muvofiq kelgan asosda bunu o'zlashtirsangiz bo'ladi. Lekin mavjud bu bakasan. Yana l ayol alifbeninki bir xil o'qilish g'ayliga o'xshab qoldi. L. Bu W emas arkadaşlar, belki v. Buni ma'no bilan farqlantirib ko'ramiz. Birsi v, mau v. Bu endi j emas, balki ye. Yegina ma'ni ye degandagi yaga o'xshab qoldi. Yi bilan boshlanadigan bir o'qilish alaytligi. Demak, bu bizningki asosli xalqaro o'qilish, ya'ni ingliz tilidagi 48 ta tavushniki o'qilish alayligini ifodalab bergan darslarimiz hisoblanadi. Bizningki tavushlar to'g'risidagi umum mazmunimiz bu yerda tutilib ayarlashdi. Biz savoldoshlar bilan kelajak programmamizda davomli turda ingliz tilidagi qo'llanilgan mazmunlar, idiomlar, bir qism alayli ig'iz tillari, soda va o'rganishda qo'llaniladigan naq mantiqligan mazmunlar to'g'riliq har haftada bir qitim o'zaro suhbatlashib turamiz, o'zaro o'rganamiz va o'rtoqlashamiz. Men Dilmurod muallim, bizningki bugungi mushsalliq programmamiz mishada ayarlashdi. Biz Clark Tilmirsanda davomli do'stlar bilan sejtv.com, ya'ni Markaziy til izlash stansiya to'g'rininki maxsus ingliz tili o'rganish saytida yoki programmamizda davomli sizlar bilan o'rtoqlashib turamiz. Biz Clarkda ko'rishaylik. Men Dilmurod muallim. See you. Goodbye.